Sizning so'zlaringizni eshitishadi, ammo ohangingizni his qilishadi. Bu ayniqsa diplomatik muloqotda juda muhimdir. Bugun biz diplomatning eng yashirin va eng kuchli qurolini, ya'ni ovoz ohangining sirini ochamiz va uning qanday qilib muzokaralar natijasiga ta'sir qilishini o'rganamiz. So'zlarimizning energiyasi va ohangimizning kuchi muloqotimizning asosiy qismini tashkil etadi, ayniqsa diplomatik muzokaralarda. Bu nafaqat aytilgan so'zlarning ma'nosini, balki ularning qanday qabul qilinishini ham belgilaydi. Ohang so'zlarga hissiy tus berib, tinglovchining ongida chuqur iz qoldiradi. Real hayotiy misollar orqali, xususan sotuv holatida, bir xil gapning 3 xil ohangda qanday yangrashini ko'rib chiqamiz. Bu misollar orqali ohangning qanday qilib xabarning mazmunini tubdan o'zgartirishi mumkinligini yaqqol namoyish etamiz. Har bir ohang tinglovchida turli xil reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Tasavvur qiling, siz bir mahsulotni taklif qilyapsiz. Birinchi ohang ishonchsiz va ikkilanuvchi. Bu mahsulot sizga yordam berishi mumkin, balki deysiz. Bu ohangda aytilgan har bir so'zda shubha va noaniqlik sezilib turadi. Bu esa tinglovchida ishonchsizlik uyg'otadi va mahsulotga bo'lgan qiziqishni pasaytiradi. Ikkinchi ohang neytral va faktlarga asoslangan. Bu mahsulotning xususiyatlari shular, qaror sizniki deya ma'lumot berasiz. Bu ohangda hissiyotlar yo'q, faqat quruq faktlar bayon etiladi. Garchi bu yondashuv obyektiv bo'lsa-da, u tinglovchida hech qanday hissiy bog'lanish yoki qiziqish uyg'otmaydi, shunchaki ma'lumotni yetkazadi. Uchinchi ohang ishonchli va qat'iy. Bu mahsulot sizning ehtiyojlaringizni to'liq qondiradi, bunga aminman deb ta'kidlaysiz. Bu ohangda har bir so'z kuch va ishonch bilan aytiladi. Bu esa tinglovchida mahsulotga nisbatan ijobiy ta'sirot va ishonch hosil qiladi. Bu ohang orqali siz nafaqat ma'lumot berasiz, balki tinglovchini ishontirasiz. Har bir ohang tinglovchida turli xil ta'sirot qoldiradi. Birinchi ohang shubha uyg'otsa, tinglovchi sizning so'zlaringizga ishonmaydi va mahsulotga nisbatan salbiy fikr shakllantiradi. Ikkinchisi esa befarqlikni keltirib chiqarishi mumkin, chunki unda hech qanday hissiy bog'lanish yo'q. Bu esa xabarning ahamiyatini pasaytiradi. Uchinchi ohang esa ishonch va qiziqishni oshiradi. Bu esa diplomatik muloqotda juda muhimdir. Ishonchli ohang tinglovchining e'tiborini tortadi. Ularni sizning xabaringizga ishonishga undaydi va muzokaralarda ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi. Bu ohang orqali siz o'z pozitsiyangizni mustahkamlay olasiz. Grafikda so'z va ohang to'lqin sifatida chiqadi. So'zlar to'g'ri chiziq bo'lsa, bu ma'lumotning o'zi, ohang esa uning atrofidagi tebranishlardir. Bu tebranishlar so'zlarga hissiy tus beradi, ularning qanday qabul qilinishini belgilaydi va tinglovchining ongida qanday ta'sirot qoldirishini aniqlaydi. So'zlar ma'lumotni yetkazadi, ohang esa bu ma'lumotga hissiy rang beradi, uning qabul qilinishini belgilaydi. Ohang so'zlarning ichki ma'nosini ochib beradi, ularga hayot bag'ishlaydi va tinglovchining hissiyotlariga ta'sir qiladi. Shuning uchun diplomatik muloqotda nafaqat nima aytilgani, balki qanday aytilgani ham muhimdir. Diplomat o'z ovozini boshqaradi. U shunchaki so'z emas, balki ritm va intonatsiya bilan ta'sir o'tkazadi. Diplomat o'z ovozining balandligi, tezligi va pauzalarni strategik tarzda ishlatib, xabarning ta'sirini kuchaytiradi va tinglovchining e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Bu diplomatik muzokaralarda ustunlik beradi. Ovozning balandligi, tezligi, pauzalar va urgular diplomatning arsenalidagi kuchli vositalardir. Bu elementlar orqali diplomat o'z xabarni yanada ta'sirchan qila oladi. Masalan, muhim fikrlarni ta'kidlash uchun ovoz balandligini oshirish yoki pauza qilish tinglovchining diqqatini jalb qilishga yordam beradi. Ular tinglovchining e'tiborini jalb qilish, muhim fikrlarni ajratib ko'rsatish va hissiy bog'lanishni yaratish uchun ishlatiladi. Diplomat o'z ovozini mohirlik bilan boshqarib, tinglovchida ishonch, hurmat va tushunish hissini uyg'otadi. Bu esa muzokaralarda ijobiy natijalarga erishishning kalitidir. Diplomat o'z ovozini nazorat qilish orqali nafaqat nima deganini, balki qanday deganini ham boshqaradi. Bu unga o'z xabarni aniq va ta'sirchan tarzda yetkazish imkonini beradi. Ovoz nazorati diplomatga o'z hissiyotlarini boshqarishga va har qanday vaziyatda xotirjamlikni saqlashga yordam beradi. Bu esa unga muzokaralarda ustunlik beradi va xabarning to'g'ri qabul qilinishini ta'minlaydi. Diplomatning ovoz ohangi uning professionalizmi va ishonchliligini aks ettiradi. Bu esa muzokaralar jarayonida muhim rol o'ynaydi. To'g'ri ohang orqali diplomat o'z maqsadlariga erishishi mumkin.
Endi amaliy mashqqa o'tamiz. O'zingizga men bunga loyiqman deb ayting. Bu oddiy jumla orqali biz ohangning shaxsiy idrokimizga va o'zimizga bo'lgan ishonchimizga qanday ta'sir qilishini o'rganamiz. Bu mashqni 3 xil ohangda takrorlab, farqni his qiling. Birinchi marta bu gapni shubha bilan o'zingizga ishonmayotgandek ayting. Ovoz ohangingizdagi ikkilanishni his qiling. Bu ohangda aytilgan so'zlar sizning ichki shubhalaringizni aks ettiradi va o'zingizga bo'lgan ishonchingizni pasaytiradi. Bu o'z-o'ziga nisbatan salbiy munosabatni shakllantiradi. Ikkinchi marta neytral ohangda shunchaki faktni aytayotgandek takrorlang. Hech qanday hissiyot qo'shmang. Bu ohangda aytilgan so'zlar hech qanday hissiy tusga ega emas, ular shunchaki ma'lumotni yetkazadi. Bu o'z-o'ziga nisbatan befarq munosabatni aks ettiradi. Uchinchi marta to'liq ishonch bilan har bir so'zni his qilib, qat'iy ohangda ayting. O'zingizga kuch bering. Bu ohangda aytilgan so'zlar sizning ichki kuchingizni, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni va qat'iyatingizni aks ettiradi. Bu o'z-o'ziga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi va motivatsiya beradi. Qaysi biri yuragingizda qoldi? Qaysi ohang sizga ko'proq ta'sir qildi va ichki kuch berdi? Bu savollar orqali siz ohangning shaxsiy idrokingizga va o'zingizga bo'lgan ishonchingizga qanday ta'sir qilishini chuqurroq anglaysiz. To'g'ri ohang sizning ichki holatingizni o'zgartirishi mumkin. Bu mashq ohangning shaxsiy idrokimizga va o'zimizga bo'lgan ishonchimizga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Ovoz ohangingizni boshqarish orqali siz nafaqat boshqalarga ta'sir qilasiz, balki o'zingizning ichki holatingizni ham yaxshilaysiz. Bu diplomatik muloqotda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim ko'nikmadir. Shunday qilib, so'z tilga tegadi, ohang ruhga. So'zlarimizning ma'nosi ohangimiz orqali chuqurlashadi. Ohang so'zlarga hissiy tus berib, ularni yanada ta'sirchan qiladi. Diplomatik muloqotda bu xabarning to'g'ri qabul qilinishi va muzokaralarning muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Keyingi darsimizda diplomatik tana tili va ishonch ko'rinishi mavzusini, ya'ni so'zsiz muzokarani o'rganamiz. Bu darsda biz tana tilining diplomatik muloqotdagi o'rni, imo-ishoralar, yuz ifodalari va boshqa nonverbal signallarning qanday qilib xabarni kuchaytirishi yoki zaiflashtirishi mumkinligini chuqur tahlil qilamiz. Unda tana tilining diplomatik muloqotdagi o'rni va ishonchli ko'rinishni qanday yaratish mumkinligini muhokama qilamiz. Biz tana tilining turli jihatlarini, masalan, ko'z bilan aloqa, qo'l harakatlari va turish holatini o'rganamiz. Bu ko'nikmalar diplomatga o'z xabarni yanada samaraliroq yetkazishga yordam beradi. Diplomat so'z bilan emas, ishonch bilan yetakla. Bizning kurslarimiz orqali siz diplomatik muloqotning barcha nozik jihatlarini o'rganasiz va o'z ko'nikmalaringizni oshirasiz. Biz bilan birga bo'ling va diplomatik mahoratingizni yangi bosqichga olib chiqing.